Birinchi savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, Sardorning hozirgi yoshini x deb oladigan bo'lsak, uning 3 yil oldingi yoshini topish uchun x dan 3 ni ayirishimiz kerak. X minus 3 bo'ladi. 7 yil keyingi yoshini topish uchun esa x ga 7 ni qo'shishimiz kerak, x plus 7 bo'ladi. Endi shu 3 ta yoshining yig'indisi bizga 40 ga teng deb aytilgan. Demak, x qo'shilgan x ayrilgan 3 qo'shilgan x qo'shilgan 7 teng 40 ga. Bundan yana x qo'shadigan bo'lsak 3 ta x bo'ladi. 7 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak qo'shilgan 4 qoladi. Teng 40 ga teng. Demak, 4 ni o'ng tarafga olib o'tadigan bo'lsak 36, 36 ni 3 ga bo'lsak x teng 12 chiqadi. Ya'ni Sardorning hozirgi yoshi 12 ga teng. Uning 1 yil oldingi yoshi so'ralgan. Demak, 1 yil oldingi yoshi 12 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 11 ga teng chiqadi. To'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. Ikkinchi savolimizning yechimi demak 4 ning 20-chisi ko'paygan 4 ning 30-chisi ifodani soddalashtirishimiz kerak. Demak, 4 ning 20-chisi bu 4 ni ko'paytirishimiz kerak 20 marta. 4 ning 30-chisi bu 4 ni ko'paytirishimiz kerak 30 marta. Demak, 20 ta 4 ni 30 ta 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, jami bo'lib 50 ta 4 ni ko'paytirayotgan bo'lamiz. Demak, bu ifoda esa bizda 4 ning 50-chisiga teng bo'ladi. To'g'ri javob esa bizda D javob bo'ladi. Uchinchi savolimizning yechimi demak, Abdulaziz 13:41 vaqtni ko'rdi va raqamlarni teskari tartibda qildida soatini to'g'rilab qo'ydi. Demak, teskari tartibda o'qiydigan bo'lsak 14:31 bo'ladi. Demak, bu soat haqiqiy vaqtdan ayiradigan bo'lsak 50 daqiqa oldinda bo'ladi. Demak, 15:14 bo'lgan vaqtda soat nechani ko'rsatadi deyilgan. Demak, 15:14 50 daqiqa oldinda bo'lgani uchun 50 daqiqani qo'shamiz. Demak, 50 daqiqa qo'shadigan bo'lsak 16:04 ni ko'rsatadi. To'g'ri javob esa bizda B javob bo'ladi. To'rtinchi savolimizning yechimi demak, o'qituvchi doskaga yozgan sonni x deb belgilaydigan bo'lsak, Suhrob shu songa 3 ni qo'shadi, x ga 3 ni qo'shadi va natijani 3 ga ko'paytiradi. Natijani topish uchun qavsga olamiz va keyin 3 ga ko'paytiramiz. Demak, bundan qavsni ochadigan bo'lsak, 3 ni x ga ko'paytirsak 3x qo'shilgan 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9 chiqadi. Demak, Suhrob topgan natija 3x qo'shilgan 9. Endi Asadbek nima ish qilyapti? U shu sonni 3 ga ko'paytiryapti va 3 ni qo'shyapti. Demak, 3 ko'paytirilgan x qo'shilgan 3. Shu ikkita natija bir-biridan qanchaga farq qiladi deyilgan. Demak, 3x lar bir xil, 9 esa 3 dan 6 ga ko'proq. Demak, Suhrob topgan natija Asadbek topgan natijadan 6 taga kattaroq bo'lganligi uchun 6 ga farq qiladi. To'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. 5-savolimizning yechimi demak, o'quvchilarga $7 kitobdan tarqatildi va jami ularning summasi $4200 bo'ldi. Demak, nechta o'quvchi borligini topib olamiz. Buning uchun esa 4207 ga bo'ladigan bo'lsak 600 chiqadi. Ya'ni 600 ta o'quvchi o'qiydi. Va endi a'lochi o'quvchilarga $9 kitobdan 2 tadan tarqatilyapti. Va shunda umumiy miqdor $12300 tashkil qilyapti. Demak, a'lochi o'quvchilarga tarqatilgan kitoblarning umumiy qiymatini topib olamiz. Uning uchun esa 12300 dan avvalgi tarqatilgan $4200 kitoblarni ayiramiz. Natijada bizda $8100 chiqadi. Ya'ni a'lochi o'quvchilar uchun tarqatilgan kitoblarning umumiy miqdori, umumiy qiymati $8100 ga teng. Endi bittasi $9 dan bo'ladigan bo'lsa, 8109 ga bo'ladigan bo'lsa, 900 ta kitob tarqatilgan. Bitta o'quvchiga esa 2 tadan kitob tarqatilgan. Demak, 900 ta kitob tarqatilgan bo'lsa, a'lochi o'quvchilar sonini topish uchun 900 ni 2 ga bo'lsak, 450 chiqadi. Ya'ni 450 cha a'lochi o'quvchi o'qiydi. Bizdan so'ralganki, a'lochi o'quvchilarning umumiy o'quvchilarga nisbati. Demak, 450 ni 600 ga bo'ladigan bo'lsak, 3tasini 4 chiqadi. Ya'ni 4 dan 3 to'g'ri javob esa bizda C javob bo'ladi. 6-savolimizning yechimi demak, rasmda katta to'rtburchakning perimetri 50 ga teng bo'ladigan bo'lsa, kichik to'rtburchakning perimetrini topishimiz kerak ekan. Demak, biz qaraydigan bo'lsak, mana bu va mana bu tomonlar bizda jami bo'lib, mana bu tomondan 2 sm 1 sm qo'shadigan bo'lsak, 3 sm ga qisqaroq. Bu tomon 3 sm qisqa, bu taraf esa bu tarafdan 3 sm ga qisqa. Demak, 3 sm-likdan 2 marta qisqaroq bo'lyapti bunda perimetrni topishda. Endi mana bu tomonlarga qaraydigan bo'lsak, bu 3 sm ga qisilgan, bu tarafdan esa 1 sm ga qisilgan. Ya'ni mana bu tomon bu tarafdan 4 sm ga qisqa, bu taraf esa bu tarafdan 4 sm ga qisqa. Yig'indini topishga esa bu ikkita tomon yig'indisi, bu ikkita taraf yig'indisidan jami 8 sm ga qisqaligi kelib chiqadi. Demak, jami perimetr bizda 50 sm edi. Bu ikkita tomon yig'indisi jami bo'lib 3 sm-likdan ikkita 6 sm ga qisqa va yana ayirishimiz kerak. Bu ikkita tomon yig'indisi demak 4 sm-likdan ikkitalikka qisqa, ya'ni 2 ga 4 8 sm ga qisqaroq bo'ladi. Demak, 50 dan ayirishimiz kerak 6 ni, keyin ayirishimiz kerak 8 ni. Shunda ichkaridagi to'rtburchakning perimetri bizda 36 sm chiqadi. To'g'ri javob esa bizda B javob ekan. 7-savolimizning yechimi demak, savatdagi olmalar sonini x deb belgilaymiz, apelsinlar sonini y deb belgilaymiz. Olmalarning 7 dan 1 qismi olib tashlansa, ularning 7 dan 6 qismi qoladi. Ya'ni 7 dan 6 x olma qoldi. Apelsinlarning esa 3 dan 1 qismi olib tashlansa, uning 3 dan 2 qismi qoladi. Demak, qolgan apelsinlar soni 3 dan 2 y. Shunda ular tenglashib qoldi deyilgan. Demak, 7 dan 6 x teng bo'lyapti bizda 3 dan 2 y ga.
X topib oladigan bo'lsak, 7 ni bu yoqqa ko'paytirish, 6 ni 10 tomonga bo'lishga o'tkazamiz. X teng 7 ko'paygan 2 bo'lingan 6 ko'paytirilgan 3. 6 bilan 2 ni qisqartiradigan bo'lsak 3 qoladi. Demak 7 taqsim 9 y ga teng x'imiz. Endi olma va apelsinlar jami soni 32 deb berilgan. Demak x ga y ni qo'shadigan bo'lsak 32 chiqishi kerak. Demak 9 dan 7 y ga qo'shamiz, y ni teng 32 chiqishi kerak. Umumiy mahraj beramiz. Mana bu y ga 9 dan beradigan bo'lsak, 7 y ga 9 y qo'shsak 16 y taqsim 9 teng 32 bo'lishi kerak. 16 va 32 ni qisqartiradigan bo'lsak, o'ng tarafda 2 qoladi. Y topmoqchi bo'lsak, 9 ni ko'paytirishga o'tkazamiz. Demak, y teng 9 ga 2 18 chiqadi. Ya'ni apelsinlar soni dastlab 18 ta bor edi. Qancha qoldi deyildi. Demak, 3 dan 1 qismi olib tashlagan edi, 3 dan 2 qismi qolgan edi. Demak, 18 ni 3 dan 2 qismini topadigan bo'lsak, 18 ko'paytirilgan 3 dan 2 bizda 12 natija hosil bo'ladi. Ya'ni 12 ta apelsin qolgan. To'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. 18-savolimizning yechimi demak 18 minus n ayirma eng kam natural bo'luvchiga ega bo'lish uchun n qanaqa natural son bo'lishi kerak deyilgan. Demak, bu son eng kam natural bo'luvchiga ega bo'lish uchun 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 1 ning natural bo'luvchilar soni bitta, qolgan ixtiyoriy natural sonli bo'luvchilar soni kamida 2 ta bo'ladi. Demak, mana shu ifodaning qiymati 1 ga teng bo'lishi uchun bizda 18 dan 17 ni ayirgan holatimizda natija 1 ga teng chiqadi. Demak, n soni 17 ga teng bo'lishi kerak ekan. To'g'ri javob bizda D javob bo'ladi. 9-savolimizning yechimi demak A soni berilgan bizda 100 taqsim 44, B soni berilgan 1000 taqsim 444. Demak, bizda mahrajlarni bir xil qilgandan ko'ra suratlarni umumiy qilish osonroq. Demak, 100 ni 1000 ga keltirish uchun bu surat A kasrining surat va mahrajini 100 ga 10 ga ko'paytiramiz. Shunda 100 ni 10 ga ko'paytirsak 1000, 44 ni 10 ga ko'paytirsak 440 bo'ladi. Demak, A kasrimiz 1000 taqsim 440, B kasrimiz esa 1000 taqsim 444 bo'ladi. Demak, 1000 ni 440 ga bo'lganimizda 1000 ni 444 ga bo'lganimizda kattaroq chiqadi. Ya'ni bitta sonni kichikroq songa bo'ladigan bo'lsak, natija bizda kattaroq chiqadi. Demak, A sonimiz B sonidan kattaroq ekan. To'g'ri javob bizda A javob bo'ladi. 10-savolimizning yechimi demak Angren va Xo'jand shaharlari orasida demak ustunlar o'rnatilyapti. Bunda har 50 metrga bitta ustun o'rnatilyapti. Va ularning orasidagi masofa 1 kilometr deb berilgan. Demak, biz nechta ustun o'rnatilishi kerakligini topib olamiz avval. Demak, 1 kilometr bizda 1000 metrga teng. 1000 metrni oraliq masofa 50 metr bo'lgani uchun bo'lib olamiz. 20 ta oraliq chiqadi. 20 ta oraliq bo'ladigan bo'lsa, demak biz 20 bitta ustun o'rnatishimiz kerak Angren va Xo'jand shaharlari bilan qo'shgan holatda. Demak, 20 bitta ustun o'rnatishimiz kerak. Har bir o'rnatishga 5 daqiqadan vaqt ketadigan bo'lsa, jami bo'lib 21 kira 5 105 daqiqa vaqt ketdi ustunlarni o'rnatib chiqishga. Endi ustalar oraliq masofalarda harakatlanyapti va ularning tezligi 2 metr taqsim sekund. Jami 1000 metr masofani bosib o'tish kerak. 2 metr taqsim sekund tezlikda bo'ladigan bo'lsak 500 sekund vaqt ketadi. 500 sekund esa bizda 8 minut 20 sekundga teng. Ya'ni oraliq masofalarni bosib o'tish uchun jami 8 minut 20 sekund vaqt ketar ekan. Endi ustunlarni o'rnatib bo'lish uchun umumiy qancha vaqt ketadi degan. Demak, o'rnatib chiqish uchun 105 daqiqa, oradagi harakat uchun 8 minut 20 sekund. Jam vaqt topish uchun ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, bizda 1 soat 105 minutimiz 1 soat va 45 minut qo'shamiz 8 minut 20 sekund. Qo'shadigan bo'lsak 1 soat 53 minut 20 sekund chiqadi. To'g'ri javob bizda A javob bo'ladi. 11-savolimizning yechimi demak 36 ning 3 ga bo'linmaydigan natural bo'luvchilar nechta deyilgan. Demak, barcha natural bo'luvchilar keltirilgan. Ularning 3 ga bo'linadiganlar 6, 3, 6, 9, 12, 18, 36. Demak, shularni chiqarib tashlaydigan bo'lsak, qolgani 1, 2, 4 qoladi. Demak, 3 ta natural bo'luvchisi 3 ga bo'linmaydi. To'g'ri javob esa bizda C javob bo'ladi. 12-savolimizning yechimi demak x sonini 18 ga ko'paytirganimiz y sonini 30 ga ko'paytirganimizga teng. Y ni o'zi esa z dan 4 marta katta, ya'ni y teng 4z ga teng. Bizdan so'ralganki 6x soni z sonidan necha marta katta deyilgan. Demak, birinchi mana bu tenglikni ikkala tomonni 3 ga bo'lib olaman. 18 ni 3 ga bo'lsam 6x qoladi, bu taraf 3 ga bo'lsam 10y qoladi. Endi y ni o'rniga 4z olib kelib qo'yamiz. 10 ko'paytirilgan 4z 40z chiqadi. Ya'ni 6x sonimiz z dan 40 marta katta ekan. Shunday qilib bizda to'g'ri javob B bo'ladi. 13-savolimizning yechimi demak, mana bu ifoda berilgan. Shu ifoda eng katta qiymatga erishadigan A va B raqamlari uchun A plus B ifodasining qiymatini topishimiz kerak. Demak, ifoda eng katta qiymatga erishish uchun mana bu ifoda kattaroq bo'lishi kerak. Ayrilayotgan son esa bizda kichikroq bo'lishi kerak. Demak, bu kattaroq bo'lish uchun buni mahraji kichkina bo'lishi kerak. Demak, eng kichkina raqamimiz bu bizda 1 ga teng. Bu ayrilayotgan son bizda kichikroq bo'lishi uchun uni mahraji kattaroq bo'lishi kerak. Demak, B bizda eng katta raqam 9 ga teng. Demak, A1, B9 bo'lgan holatda buni eng katta qiymati 3 ga teng chiqadi. Lekin bizdan mana shu ikkita raqamni yalnız so'ralgan. Demak, qo'shadigan bo'lsak 10 ga teng chiqadi. To'g'ri javob shunday qilib bizda B javob bo'ladi.
14-savolimizning yechimi demak bizda to'g'ri burchakli parallelepiped keltirilgan va sirt yuzalari berilgan. Mana bu yoqning yuzasi 24 kvadrat santimetr, bu yoqning yuzasi 18 kvadrat santimetr, bu yoqning yuzasi 12 kvadrat santimetr. Biz uning tomonlarini topib olishimiz mumkin. Mana bu tomon 6 santimetr, bu tomon 3 santimetr, bu tomon 4 santimetr bo'lgan holatda mana bu yoqning yuzasi 6 kara 4 24 chiqadi, bu yoqning yuzasi 3 kara 4 12 chiqadi, bu yoqning yuzasi 6 kara 3 18 chiqadi. Demak, hajmini topish uchun ikkalasini ko'paytirib qo'yamiz. 6 ni 3 ni 4 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 72 kub santimetr chiqadi. To'g'ri javob esa bizda A javob bo'ladi. 15-savolimizning yechimi demak, qutida 15 ta qora sharcha bor, yashil sharchalar soni esa 17 ta. Qutiga 9 ta qora sharcha qo'shildi. Demak, jami sharchalar soni 24 ta bo'ldi. Eng kamida nechta yashil sharchani soladigan bo'lsak, qutida ixtiyoriy bitta sharcha olganimizda yashil chiqish ehtimoli kattaroq bo'ladi deyilgan. Demak, ehtimoli kattaroq bo'lishi uchun yashil sharchalar soni qora sharchalar sonidan ko'proq bo'lishi kerak. 24 dan katta bo'lgan eng kichik sonimiz bu 25 ga teng. Demak, 17 25 ta bo'lib qolgan bo'lsa, demak unga 8 ta yashil sharcha solganmiz. Demak, eng kamida 8 ta yashil sharcha solganimizdan qutidan olingan ixtiyoriy sharchaning yashil chiqish ehtimoli kattaroq bo'ladi qora chiqish ehtimolidan. Demak, to'g'ri javob bizda D javob ekan. 16-savolimizning yechimi demak x va 14 sonlarning o'rta arifmetiga, y va 20 sonlarning o'rta arifmetiga teng. Demak, o'rta arifmetni topish uchun ikkalasini qo'shib turib 2 ga bo'lishimiz kerak. Bu holatda ham ikkalasini qo'shib turib 2 ga bo'lishimiz kerak. Demak, ikkalarni qisqartiradigan bo'lsak, x qo'shilgan 14 bizda y qo'shilgan 20 ga teng. Y ni chap tomonga ayirish qilib o'tkazamiz, 14 ni o'ng tomonga ayirish qilib o'tkazamiz. Demak, x ayrilgan y teng bo'ladi 20 dan 14 ni ayirsak 6 ga. Demak, mana shu ifodamizda qiymat nechaga teng so'ralgan. Demak, x ni y ayirsak bizda natija kelib chiqdi 6. To'g'ri javob esa bizda A javob bo'ladi. 17-savolimizning yechimi demak, faqat bitta raqami juft bo'lgan ikki xonali sonlar nechta deyilgan. Biz dastlabki holatda olamiz. Birinchi raqam juft bo'lsin, ikkinchi raqam tog' bo'lsin. Demak, birinchisiga 0 dan tashqari xohlagan juft raqam qo'ya olamiz. Ya'ni 2, 4, 6, 8. Bunda 4 xil holat mavjud. Ikkinchi xonaga esa xohlagan tog' raqam qo'ya olamiz. Ya'ni 1, 3, 5, 7, 9. Bunda 5 xil holat mavjud. Demak, ko'paytiradigan bo'lsak, jami holatlar soni 20 ta chiqadi. Mana bunaqa ko'rinishdagi. Endi ikkinchi holati birinchi raqami tog' bo'lsin, ikkinchi raqami juft bo'lsin. Bu holatda birinchisiga 5 xil tog' raqam qo'ya olamiz, ikkinchisiga esa 5 xil juft raqam qo'ya olamiz. Demak, ko'paytiradigan bo'lsak, jami holatlar soni 25 ta chiqadi. Demak, umumiy holatlar sonini topish uchun 20 ga 25 qo'shishimiz kerak. Shunday qilib jamimizda faqat bitta raqami juft bo'lgan ikki xonali sonlar soni 45 ta ekan. To'g'ri javob esa bizda B javob bo'ladi. 18-savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, qoldiqli bo'lish quyidagicha ustun ko'rinishda berilgan. Demak, A ni 8 ga bo'lsak, 5 tadan to'g'risiz bo'lma uchun A qoldi. Demak, buni yozib oladigan bo'lsak, qoldiqli bo'lish tengligi ko'rinishida A teng 8 kara 5 qo'shilgan A bo'ladi. Endi bizda qoida bor, qoldiq har doim bo'luvchidan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni kichkina A miz 8 dan kichik bo'lishi kerak. A ning eng katta qiymatini topishimiz kerak. Demak, bu 40 ga teng. A ga mana buni kattaroq oladigan bo'lsak, qo'shganimizda A ham bunisi ham kattaroq chiqadi. Demak, buning eng katta qiymati 8 dan kichkina bo'lganligi uchun 7 bo'la olishi mumkin eng ko'pida. Demak, A ning eng katta qiymati 8 kara 5 qo'shilgan 7 47 chiqadi. To'g'ri javob esa bizda C javob bo'ladi. 19-savolimizning yechimi demak, mana bu son bizda qaysidir xonagacha yaxlandi. Yaxlangandan keyin nollar soni 5 taga 7 deyilgan. Demak, boshida bitta 0 bor. Demak, oxiridan boshlab 4 ta 0 qo'shilishi kerak. Demak, mana bu xonagacha yaxlangan 10 minglar xonasigacha. Demak, bularni 0 bilan almashtirayotgan paytda mana bu 5 ga teng bo'lganligi uchun mana bu xonaga 1 qo'shiladi. Demak, hosil bo'lgan sonimizda mana bu ko'rinishda, ya'ni 2 million 40 ming bo'ladi. Demak, 0 ga teng bo'lmagan raqamlar yig'indisi so'ralgan. Demak, 2 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, 6 ga teng chiqadi. To'g'ri javob esa bizda C javob bo'ladi. 20-savolimizning yechimi demak, akrom o'ylagan sonlarni biz A, B, C deb oladigan bo'lsak, ularning o'rta arifmetiga 20 va 30 orasidagi biror natural songa teng ekan. Shu yig'indining eng kichik qiymati so'ralgan. Demak, yig'indi kichikroq bo'lishi uchun o'rta arifmetik ham kichikroq bo'lishi kerak. Demak, 21 bilan 30 orasidagi eng kichik natural son bu 21 ga teng. O'rta arifmetik 21 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ularning yig'indisini topish uchun 3 ni 21 ga ko'paytirishimiz kerak. Natija 63 ga teng chiqadi. To'g'ri javob esa bizda C javob bo'ladi. 21-savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, Rashidda dastlab 40 ta shirinlik bor edi. U singlisiga x ta shirinlik berdi, keyin ukasiga y ta shirinlik berdi. Qolganini esa do'stlariga teng taqsimlab berdi. Demak, do'stlariga qolgan shirinliklarni topamiz. Buning uchun esa singlisi va ukasiga bergan shirinliklarni qo'shamiz. X + y bo'ladi va 40 dan ayirishimiz kerak. Va hosil qolgan shirinliklar mana shu ifoda orqali topiladi. Shu son demak bizda 6 ta do'stiga teng taqsimlab berilganligi uchun 6 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Demak, javoblarda keltirilgan qaysi biri x + y ga teng bo'ladi deyilgan.
Demak, A javobda 18 keltirilgan 40 dan 18 ni ayiradigan bo'lsak, 22 6 ga qoltisiz bo'linmaydi. B javobda 20 keltirilgan 40 dan 20 ni ayiradigan bo'lsak, 20 6 ga qoltiq bilan bo'linadi. C javobda 12 keltirilgan 40 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak, demak 28 chiqadi, 6 ga bo'linmaydi bu ham. D javobda esa 16 keltirilgan 40 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak, 24 bo'ladi. 24 6 ga bo'linadi, ya'ni har bir do'stiga 4 tadan tushgan bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bizda D javob bo'ladi. 22-savolimizning yechimi demak, 1000 ta natural sonning yig'indisi 1001 ga teng deyilgan. Bu sonlardan 999 tasi 1 va bittasi 2 ga teng. Bundan boshqa vaziyatlarda esa yig'indi 1001 dan katta chiqib ketadi. Shu sonlarning ko'paytmasi so'ralgan. Demak, 999 ga 1 ni ko'paytiradigan bo'lsak 1 va yana 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ko'paytma 2 ga teng chiqadi. To'g'ri javob esa bizda B javob bo'ladi. 23-savolimizning yechimi demak, 1 kub metr qo'shilgan 3 kub santimetr ayrilgan 4 litr hisoblashimiz kerak. Kub santimetrda demak, birinchisi 1 kub metrni detsimetr kubga o'tish uchun 1000 ga ko'paytiramiz. Kub santimetrga o'tish uchun yana 1000 ga ko'paytiramiz. Umumiy hisobda 1 millionga ko'paytiradigan bo'lsak, 1 ni 1 millionga ko'paytmasi 1 million chiqadi kub santimetrda. Qo'shamiz. 3 ning o'zi kub santimetrda turibdi, ayrilgan 4 litr bu 4 kub detsimetrga teng. Demak, santimetr kubga o'tadigan bo'lsak, 1000 ga ko'paytsak 4000 chiqadi. Demak, 1000 ga 3 ni qo'shib 4000 ni ayiradigan bo'lsak, natija bizda 996 3 ga teng chiqadi. To'g'ri javob esa bizda B javob bo'ladi. 24-savolimizning yechimi demak, tadbirkor donasi $10 dan bo'lgan 10 ta shim olyapti va ko'ylak olyapti 20 ta va bitta ko'ylakning narxi shimning narxidan 20% ga qimmat. Demak, 10 ning 20% ni topib olamiz. 10 ning 20% ni topish uchun ko'paytiramiz. 10 ni 20 ga ko'paytirib 100 ga bo'ladigan bo'lsa, $2 chiqadi. Ya'ni $2 ga qimmat bo'ladigan bo'lsa, unda bitta ko'ylakning narxi $10 ga $2 qo'shsak $12 bo'ladi. Endi bundan 10 ta olgan bo'lsa, $10 dan $100 to'lagan. $12lik shim ko'ylakdan 20 ta olgan bo'lsa, $240 to'lagan. Shunday qilib, u jami xarajati $100 ga $240 qo'shadigan bo'lsak, $340 ga teng. Endi shimni ham ko'ylakni ham narxini 50% ga oshirdi. Demak, 10 ni 50%, ya'ni yarmi $5 ga teng, $5 ga oshadigan bo'lsa, keyin narxi $15 bo'ladi. 10 tasini $150 ga sotadi. Ko'ylakning narxi demak, 50% ni topadigan bo'lsak, ya'ni yarmini topadigan bo'lsak $6, qo'shadigan bo'lsak $18 dan sotyapti. 20 tasini $360 ga sotadi. Jami bo'lib umumiy daromadi uni $150 ga $360 qo'shadigan bo'lsak $510 chiqadi. Foydasi qancha deyilgan? Uni topish uchun daromadidan aytishimiz kerak xarajatlarni. Demak, $510 dan $340 ayiradigan bo'lsak, uning foydasi $170 ga teng chiqadi. To'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. 25-savolimizning yechimi demak, grafik asosida to'g'ri mulohazalar, noto'g'ri mulohazani topishimiz kerak ekan. Demak, A javobda dastlabki 1 soatda 40 km yurdi deb berilgan. Rostdan ham 0 dan 1 gacha oralig'da 1 soatda u 0 dan 40 km gacha borgan. Ya'ni 40 km masofa bosib o'tgan. Demak, A mulohaza bizda to'g'ri bo'ladi. B javobda berilgan 1 soat to'xtab turgan deyilgan. Demak, u umumiy 1 soat va 2 soat orasida to'xtab turgan. Ya'ni 40 km dan surilmagan. Shuning uchun rostdan ham mulohaza ham B javobda keltirilgan mulohaza ham bizda to'g'ri bo'ladi. C javobda 3 soatda 60 km masofa bosib o'tdi deyilgan. Rostdan 0 dan 3 gacha vaqt oralig'ida, ya'ni 3 soat mobaynida u 0 km dan 60 km gacha bordi. Ya'ni 60 km masofa bosib o'tgan. Demak, C javobda keltirilgan mulohaza ham to'g'ri. D javobda keltirilganki 3 soatda uning o'rtacha tezligi 30 km taqsim soatga teng. Bu mulohaza noto'g'ri, chunki 3 soatda 60 km masofa bosib o'tgan bo'lsa, o'rtacha tezligini topish uchun 60 ni 3 ga bo'lamiz. 20 km taqsim soat chiqadi. Ya'ni D javobda keltirilgan mulohaza bizdan noto'g'ri bo'ladi. Demak, to'g'ri javob D javob bo'ladi. 26-savolimizning yechimi demak, A, B, C sonlarimiz ketma-ket tog' sonlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu ifodaning qiymatini topishimiz kerak. Demak, ketma-ket tog' sonlar farqi bizda 2 ga teng bo'lganligi uchun A soni B dan 2 ta kam. Demak, A ning o'rniga B ayrilgan 2 qo'yaman. C soni esa B dan 2 taga ko'p. Demak, C ning o'rniga qo'yamiz B qo'shilgan 2. Ayrilgan 2 B qo'shilgan 1. Demak, B ga B qo'shiladi 2B bo'ladi. 2B ayrilsa 0 chiqadi. 2B minus 2 0 ni beradi bizda va 1 ni o'zi natijada qoladi. To'g'ri javob shunday qilib bizda D javob bo'ladi. 27-savolimizning yechimi demak, 100 qavatli binoda 1 dan 30 gacha qavatda 20 tadan xonadon bor. Shunday qilib 30 ta qavatda 20 tadan xonadon bo'ladigan bo'lsa, 600 ta xonadon bo'ladi. 31 dan 70-qavatgacha 18 tadan xonadon bor. Demak, 40 ta qavatda 18 tadan bo'ladigan bo'lsa, 720 ta xonadon bo'ladi. 71 dan 100 gacha demak 30 ta qavat bor. Har birida 15 tadan xonadon bo'lsa, jami 450 ta xonadon bo'ladi. Akmal shu binoning 420-xonadonida turadi. Demak, uning turgan qavatini topish uchun mana bu oralig'da bo'ladi. O'shaning uchun 20 ga bo'lib olamiz. Ya'ni 420 hozir 600 dan kichkina. Demak, 420 20 ga bo'ladigan bo'lsak, Akmal bizda 21-qavatda turadi. Endi afzal 1385-xonadonda turadi. Demak, mana bu 70-qavatgacha xonadonlar qo'shadigan bo'lsak, 600 ga 720 qo'shadigan bo'lsak, bizda 1320 ta xonadon joylashgan. Demak, afzal turadi 70-etajdan tepadagi etajlarda.
Demak, 1320 ta xonadonni ayiradigan bo'lsak, 65 ta xonadon bo'ladi. Ya'ni 71-qavatdan boshlab hisoblaganimizda u 65-xonadonda turadi. Demak, endi 65 ni har bitta qavatda 15 ta xonadon bo'lgani uchun 15 ga bo'lib olamiz. 4,5 qoldiq chiqadi. Ya'ni 4 ta qavat to'liq bor-u, 5 qoldiq degan afzal 5-etajdagi 5-xonadonda turadi. Ya'ni 71 dan boshlanganda 5-etajda turadi. Ya'ni 75-qavatda turadi u. Demak, ularning turgan qavatlari farqi so'ralgan. Akmal demak 21-qavatda, afzal esa 75-qavatda chiqdi. Farqini topish uchun 75 dan 21 ni ayirsak 54 chiqadi. To'g'ri javob esa bizda A javob bo'ladi. 28-savolimizning yechimi demak, uchburchakning tomonlari 29 detsimetr, 4,2 metr detsimetrga o'tsak 42 detsimetr bo'ladi. 200 cm detsimetrga o'tadigan bo'lsak 20 detsimetr bo'ladi. Demak, perimetr topish uchun qo'shishimiz kerak. 29 detsimetr, 20 detsimetr va 42 detsimetr qo'shadigan bo'lsak 91 detsimetr chiqadi. Metrga o'tadigan bo'lsak, bunda 9,1 metr chiqadi. Demak, B va C javoblarda keltirilgani uchun bizda D javob to'g'ri javob bo'ladi. 29-savolimizning yechimi demak, qaysi sonni javoblarda keltirilgan qaysi sonni 4 ga bo'lsak 3 qoldiq qoladi deyilgan. Demak, 4 ga bo'lganda qoldiq topish uchun oxirgi ikkita raqamdan iborat sonni 4 ga bo'lganda qoldiq topishsa yetadi. Demak, 33 ni 4 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladi. A javob to'g'ri emas. B javobda 47 ni 4 ga bo'lsak 3 qoldiq qoladi. Demak, B javobdagi sonni 4 ga bo'lganimizda 3 qoldiq qolar ekan. Shuning uchun bizda B javob to'g'ri javob bo'ladi. C va D javoblarni tekshirib ko'radigan bo'lsak 0 va 2 qoldiqlar qoladi. Shuning uchun bu javoblar to'g'ri javob emas. 30-savolimizning yechimi demak, hisob navbatda 8-o'rinda turibdi. Agar u navbatning boshiga o'tadigan bo'lsa, undan keyin 20 ta odam bo'ladi deyilgan. Demak, navbatda demak bizda jami bo'lib hisobini hisoblaydigan bo'lsak 20 ta odam bo'lgan. Demak, u dastlab 8-o'rinda turgan bo'lsa, undan keyin 13 ta odam bo'lgan. Oxiridan boshlab hisoblaydigan bo'lsak, 13 ta odam demak hisobdan keyin turibdi. Hisob esa oxiridan boshlab hisoblaganda 14-o'rinda turadi. Shunday qilib bizda to'g'ri javob C javob bo'ladi. 3-variant. 3-variantda bizga Shami Bano bitta rassom haqida tekst berilgan. Bizda yana har doimgidek 31 dan 35-savollarimiz bo'sh joylarni to'ldirishga taalluqli savollar bo'lganligi uchun birinchi 31-savolni ko'ramiz. Ya'ni 31-savolda Shami Bano is a painter from India. Shami Bano bu rassom Hindistondan. For of under bu grammatik jihatdan, ya'ni Hindistondan degan ma'noni berish uchun mos kelmaydi. 32-savol A variant to'g'ri bo'ladi. Nima uchun? Chunki uzoq yillar mobaynida deganimizda yillar bu sanaladi. O'shaning uchun for many years to'g'ri keladi. Chunki many years bo'lganligi uchun yillar sanaladi. A lot of bo'lish kerak edi. Much sanalmaydigan odlar uchun lotning o'zi mustaqil ravishda ishlatib bo'lmaydi. 33-savol. 33-savolda everything Shami knows about painting was taught to him by his father. Ya'ni otasi tomonidan unga o'qitilgan. Ya'ni unga bo'lganligi uchun him to'g'ri keladi. Bu Shami o'g'il bola bo'lganligi uchun unga him olmoshi to'g'ri keladi. 34-savolga ko'ra 1997-yildan degan ma'noni berish uchun since to'g'ri keladi. 1997-yil mobaynida, ichida yoki oldin degan boshqa variantlarimiz to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun 34-savolga A variant to'g'ri keladi. 35-savolda Shami uses things like plants and flowers to make all the colors. Ya'ni bu yerda all variant to'g'ri keladi. Qolgan miqdor ko'rsatkichlarimiz ham to'g'ri kelishi mumkin-ku degan holatda agar grammatik yondashadigan bo'lsak, bu mutlaq xato bo'lib qolishi mumkin. Chunki all ofsiz holatda ham keladigan joyi bor. Shuning uchun all the colors bo'ladi. Lekin some, every, eachlar ofsiz kela olmaydi. 36-savoldan boshqa turkumdagi savollarni ko'rib o'tamiz. Birinchisi so'zga to'g'ri sinonim topishimiz kerak. So'zimiz know, ya'ni bilmoq. Demak, bilmoq so'zi C varianti. Knowledge, bilimga ega bo'lmoq ma'nosida mutlaq sinonim tarzda kelishi mumkin. 37-savolda bitta gapni ichidan berilgan so'zga to'g'ri antonimni topishimiz kerak. Bizda he breaks plants into small pieces. U narsalarni, ya'ni narsa deganda o'simliklarni nazarda tutyapti. O'simliklarni mayda bo'laklarga
bo'lib tashlaydi. Demak, bunda mayda, kichkina degan ma'noda small so'ziga antonim ravishda big so'zi to'g'ri keladi. Bunda D variant to'g'ri. 38-savolda bizda faqatgina noto'g'ri fe'llar qatori berilgan javobni toping deyilgan. Bizda yagona variant bu A variantining have, take fe'llari bu noto'g'ri fe'llar hisoblanadi. Diqqat qarating, faqatgina noto'g'ri fe'llar. 39-savolda berilgan gapdagi sifatga qaysidir darajani so'rayapti. Bizda choose the positive degree, ya'ni oddiy darajani toping berilgan sifatga. Ya'ni he was the greatest teacher. U eng zo'r o'qituvchi edi. Demak, eng zo'r, the greatest ga positive degree bu great so'zini o'zi hisoblanadi. B javob to'g'ri. 40-savolda bizda find the right present simple of the sentence in a positive form. Pozitiv formada berilgan gapning present simple shaklini toping. Demak, bizda Shami used things like plants and flowers. Demak, Shami o'simliklar va gullar kabi narsalardan foydalangan. Demak, o'tgan zamonda berilayotgan gapni biz present simple ga o'tkazishimiz kerak. Bunda present simple da C javobda to'g'ri berilgan. Shami used things like plants and flowers. Qolgan gaplar o'tgan zamon va kelajak zamonlarga tegishli bo'lishi mumkin. 41-savolda berilgan savolga tekstning ichidan to'g'ri javobni topishimiz kerak. Choose the right answer. Ya'ni what are small paintings called? Kichkina rasmlar nima deb ataldi? Bizda kichkina rasmlar miniatures, ya'ni miniatyuralar deb ataldi. 42-savol. Find the suitable sentence, change it into opposite form. Ya'ni teskari formaga o'tkazishimiz kerak berilgan gapni. Demak, he breaks plants into small pieces. Demak, u o'simliklarni mayda kichkina bo'laklarga bo'ladi. Demak, bu present simple da kelayotganligi uchun gapimiz. Present simple yordamchi fe'li does bo'lganligi uchun he doesn't break the plants into small pieces gapimiz to'g'ri keladi. To'g'ri javob A. 43-savol. Choose the right alternative meaning to the statement given below. Ya'ni boshqa ma'noda emas, balki boshqa gapni toping, shu ma'noda kelayotgan gapni. Shami Bano is an Indian painter. Shami Bano hindistonlik rassom. Demak, bizga shu ma'noni beruvchi boshqa gapni topishimiz kerak. Bunda to'g'ri javob B. Shami Bano is one of Indian painters. Shami Bano Hindiston rassomlaridan biri. 44-savol. Berilgan definitionga mos so'zni topishimiz kerak yoki mos berilgan so'zga to'g'ri definitionni topishimiz kerak bo'ladi. British students, britaniyalik studentlar. Demak, biz shu ma'noni beruvchi variantni topishimiz kerak. Students from Britain, ya'ni Britaniyadan studentlar, ya'ni bu britaniyalik studentlar degan ma'noni bildiradi. 45-savolda 1 2 3 4 5 ta gapimizdan qaysi biri to'g'ri ekanligini so'rashyapti. Ya'ni find only true statements according to the text. Bunda birinchi va ikkinchi gaplarimiz to'g'ri. He was a great teacher. U zo'r o'qituvchi edi. He was a great painter. U zo'r rassom edi. Demak, uchinchi gapimizda he was a great dentist. He was a nurse. He hasn't colors. Bu variantlarimiz, ya'ni bu gaplarimiz to'g'ri kelmaydi. D javob to'g'ri bo'ladi.